eng yaqin do'st bilan hech qachon qayergadir nimadir o'rganishga borib bo'lmaydi, repetitorga. Chunki men bitta o'zim borsam, u yerda dars bo'ladi. Do'stim bilan bordim, yemagan basharasini ko'rib kulgim kelaveradi. U bolani o'qishda xohlayotganda o'zi men uchun kulgili. Ba'zida basharasiga qarab turib, mana yurtimizda yomg'ir yog'mayotgani, mana shu bolani qaysidir gunohlari uchun bo'lyapti deb o'ylayman. To'g'risida 3 yil medga tayyorlandi. Xudoga shukr kira olmadi, to'g'risi. Yo'q qilaverardi insoniyatni yarmini. Ammo 3 yil tayyorlandi, men u bolani tasavvur qila olmadim. Med sohasida stomatolog bo'laman, nevropatolog bo'laman, qaysi yo'nalishda maksimum kinnachi xola bo'lish mumkin deb o'tirdim-da, to'g'risi duo qilib, meni duoyimni deb kira olmadi o'zi. Hali bola bilan ingliz tiliga ham borganmizda billa. Birinchi darsda o'zlashib ketganmiz. Hamma 10 gacha chiroyli sanagan bo'lsa, biz 6 gacha sanab kulib yuborganmiz. Ustoz bor yo'qol beti yo'la deb chiqarib yuborgan. Shundan keyin bo'lmay, uydagilar borishyapsanmi? Bu narsa deb berishchi desa, ikkovimiz uydagilar bilmaydi, birga gaplashib qolardik. My friend, of course, umbrella desam, u ham yes bro, present continuous orange potato deb. O'shuna deb turaverardik. Ingliz tili ustozni oldida qani gaplashib berishchi deyishmagunicha uyimizdagilar.